بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر دروس اللغة العربية ikinci qism 15 ders. Ana bugungi darsda muhim so'zlanadigan mazmunlar birinchisi pillarning bulusiz buyruq shaklida chiqarilishi, ya'ni arabcha nahiy pillarninki yasalib chiqarilishi. İkincisi kadining ishlatilinishi, kada, yakado qatorliq pillarninki ishlatilinishi. Üçüncüsü inkarni ifodalaydigan ma va laning ishlatilinishi. Endi bulusiz buyruq pilni biz ayrim darslarda so'zlab o'tganimizdek, sarf darsida so'zlab o'tganimizdek, film mudori'ninki ikkinchi shaxs shakllarininki oxirisini sakin o'qisak, shakl jihatda buyruq pil o'zgaradi. Masalan, daraba yadribudan turlab birib, yadribu, yadriban, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu degan tadribuga oldiga la qo'shib, oxirisidagi pashni sakin qilib, la tadrib degan shaklda chiqarsak, bu bulusiz buyruq pil bo'ladi. Buning turlanish jarayoni ikkinchi shaxs oldida, uchinchi shaxs keyinida turlanadi. Masalan, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. La yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadribna, la adrib, la nadrib. Ya'ni qilma, atma degan ma'noda. Uchinchi shaxslarga qaratilsa, qilmusun, atmusun. Birinchi shaxsga qaratilsa, qilmay, atmay degan ma'nolar ishlatiladi. Bu biz necha kundan beri o'rgangan kelgusi zaman bulusiz buyruq pilyapti-ku. Masalan, film mudori'ning oldiga la akasak, nima bo'ladi? Kelgusi zaman bulusiz buyruq pil shundami? Ma'nodan farqlanadi. Kelgusi zaman buyruq pil odatda yadribundan nima chiqadi? La yadribu chiqadi. Shundaqo, ikkinchi shaxsmi la tadribu chiqdi, oxirisi nima qiladi? Pash o'qiladi. Ma'ni jihatda kelgusi zaman inkor, kelgusi zaman inkor. Manda qilmaydi, atmaydi degan ma'ni ifodalaydi. Ammo nahi qilma, atma degan ifodalaydi, oxirisi nima qiladi? Sakin o'qiladi. Undan keyin naqs pillarda, ajra pillarda mas holda chiqarilsa bo'ladi. Bu bir. İkincisi kada yakado. Endi kada yakado o'zi bir pil, ammo odatdagi pil emas. Buni af'alul muqaraba deb qo'yamiz. Yiqinlashganlikni ifodalaydigan, tasla qolganlikni ifodalaydigan pil. Buning ma'nosi mo az qoldi, yiqinlashdi, tasla qoldi, qil qoldi deb tarjima qilamiz. Ammo buning alohidligi nima desanglar? Bu pildan keyin ism xabar keladi. Ism xabar. Xuddi hurfu mushabbah bil pilning keyinida ism bilan mubtada xabarni kirib, mubtada ismisi xabar olgandek, buning keyinida shu pillarningki ismisi va xabari keladi. Amma xabari pil mudori keladi. Masalan, ishlatilishi manda. Muhammad yig'lig'ini tasla qildi deganni demoqchi bo'lsak, kada Muhammadun, Muhammad ismida yabki. Buning xabari qanday keldi ekan? Pil mudori keladi. Mana bu ishlatish jarayoni yuqoridagidek. Endi uchinchi mazmun biz oldingi darslarda pillarning kelgusi zaman inkorini qanday shaklda chiqargandik? La yaf'alu shakli, la yaf'alu shakli shundami? Pil mudorining oldiga la akasaklam kelgusi zaman nima bo'ladi? Inkor bo'ladi. Endi hozirgi zaman inkor bo'lsin. Biz odat pil mudori ikki xil zamonga ma'noda. Masalan, aqra'ul kitob degani kitob o'qiyapman shundami? Agar kelgusi zamonga ishlatmoqchi bo'lsak, sa'aqra'ul kitob. Kitob o'qiyman. Endi kelgusi zamonning inkorini qanday chiqardik? La aqra'ul kitob. Kitob o'qimayman shundami? Endi hozirgi zamonning inkorini chiqarmoqchisi qanday chiqaramiz desa, ma aqra'ul kitob. Pil mudorining oldiga ma akasak, hozirgi zaman inkor bo'ladi. La akasak, kelgusi zaman inkor bo'ladi. Masalan, la aqra'ul kitob. Kitob o'qimayman. Kelgusi zaman qaratıldimi? Ma aqra'ul kitob.
Kitap o'qiyotmayman. Men hozir qanday qilmoqliq? Kitap o'qimoqliq degan ma'noda. Al-kalimat al-jadida. Maq'adun, maqa'idu. Ya abati, ya abi. Fi athna'i kadhaba yakdhibu ikdhib. Inqalaba yanqalibu inqalib. Baka yabki ibki. Maq'ad o'rindiq, o'rin degan ma'noda. Maq'id ko'pligi. Ya abati, ya abi bilan o'xshash ishlatiladi. Ay dada degan ma'noda. Ya'ni erkilatmiroq. Fi asna'i jarayonida, davomida, orlig'ida. Masalan, dars orlig'ida paranglashma, shundaymi? La tatakallam fi asna'i dars. Asna'i. Kadaba yakdibu ikdib. Yolg'on so'zladi, yolg'on so'zlayotdi, yolg'on so'zlagan. Inqalaba yanqalibu inqalib. O'rildi, o'rilyotdi, o'rilgan. Odatda mashina o'rilib ketisha, ya kitobning varaqi matrabdan matrabga qanaqa qilish? O'rilish. Baka yabki ibki. Yig'ladi, yig'layotdi, yig'lig'in. Mana so'zliklarni yodlab bo'lgandan keyin dialog qo'yamiz, ha. So'zliklarni yodlab bo'ldik, endi darsning dialog kelaydi. Amr o'qib, keyin grammatikalarni gavdlantirilgan asosda tarjima qilib turay, ha. الدرس الخامس عشر. أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن. اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ، أنا طالب جديد. أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا تجلس هنا. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا تأخذها. ينظر في دفتر. يا عبد الرحيم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. لا تفتح الباب الآن. أين تذهب يا أبا بكر؟ أبو بكر ناقي برسان ياك ناقي تواتسا. أصلا أبو بكر aldığı ya kelgandan keyin nima bo'lib ketdi? Abu Bakr bo'lib ketdi. Aldan soat deb berdim. Ya yolg'iz so'zlarning oldiga kirib qolsa, ya'ni xos ismlarning oldiga kirib qolsa, taq xos ismlarning oldiga kirib qolsa, taq bash o'qildi shundaymi? Agar muzob ilaylik bir bilan oldiga kelib qolsa, zarur qildi. Azhabu ila al-mudir. Mudirning qishig'iga ketyapman. La takhruj min al-fasl al-an. Sinfdan hozir chiqma. Xaraja yakhrujudan la takhruj bulusiz buyruq pil chiqilyotdi, ha. İzhab ilayhi ba'da ad-dars. Mudirning qishig'i darsdan keyin bag'in. İlayhidagi hi kishlik almash mudirni ko'rsatdi, ha. Ya ustaz, ana talibun jadid. Ustaz, men yangi o'quvchi. Ayna ajlis? Qayerda o'tirman? Ajlisu huna amamak. Sizning oldingizdagi bu yerda o'tiraymi? Ajlisu. Birinchi a istifhomning, ya'ni so'roq vositasi bo'lgan a, ya'ni hamza. La tajlis huna. Jalasa yajlisudan la tajlis bunisi buyruq chiqyapti. Hada maqadu Hisham va huwa g'oyibul yawm. Bu Hishamning o'rni, u bugun yo'q. G'oyib, yo'q degan ma'noda. Ijlis hunak khalfa Hamid. Hamidning keynidagi oyada ulta. A'khuzu hazihi ad-dafatra ya ustaz. Endi mana a'khuzu. Manasi ustaz bu daftarlarni olamanmi? Akhaza ya'khuz.
ya'khuzun chiqarilgan, ha? Biz turlab chiqib baqayli. Ya'khuzu, ya'khuzani, ya'khuduna, ta'khuzu, ta'khuzani, ya'khuzna, ta'khuzu, ta'khuzani, ta'khuduna, ta'khudina, ta'khudan, ta'khudna. Akhuzu, na'khuzu. Nimda hammasida a deb boshlaymiz-mi? Ya'khuzu, ta'khuzu deymiz. Akhuzu kelgan vaqtda akhuzu bo'lib ketdi desa, chunki akhuzu desak ikkamiz birlashib qoldimi? Ikkamiz birlashganda birini-biriga kirgizib, so'zab o'qiydigan bir qoida bor. Har qanday qilib ikkamiz birlashib qolsa, birini-biriga kirgizamiz, so'zab o'qiymiz. Masalan, akaladimmi, ya'kulu chiqadi shundaymi? Turlab bo'lsak nima chiqadi? Akulu, na'kulu chiqadi. Aslida qanday chiqish kerak? Akulu chiqish kerak. Akulu desak, ikki hamza birlashib qolganlik joyida ikkisini birlashtirib bu yerga qolgandan keyin so'zab o'qiydiganga chiqaramiz. Akulu, akhuzu deganda ekan. La ta'khudha. Yo'q, uni amma daftarga qarab o'tdi, ha. Abdurrahim la taktub al-ajwibata bil qalam al-ahmar. Javoblarni qizil qalam bilan yozma. La taktub. Al-mudarris huwa allazi yaktubu bil qalam al-ahmar. O'qituvchilar qizil qalam bilan yozadi. Aslida men butun tarjima qilsak, qizil qalam bilan yozadigan odam, allazim sen tushundiq biz g'an odam nima? G'an odam u bo'lsin o'qituvchilar degan gap. Ammo uyg'ur tarjimada uyg'urcha tarjima qilgan ifodalagan vaqtimizda o'qituvchilar qizil qalam bilan yozadi. Unzur ila hazihi al-majallati ya ustaz. Ustaz, bu jurnalga qarang. Ma ajmalaha, nima degan chiroylik. La taqra al-majallat fil fasl ya Faysal. Faysal, sinfda jurnallarni o'qimang. Taqra. Qara'a, yaqra'un chiqqan, bulusi buyruq bil. Ma aqra'u hazihi al-majallat al-an. Hozir bu jurnalni o'qiyotmayman. Bayatın dersini aldığı sözlerimizde ma hazır zaman inkar için keldi. Hazır o'qiyotmayman. İnnema anzuru ila suwar allati fiha. Faqat innama degani faqatlam uningdiki fiha. Suratlarga qaravatima. Allati nimanda deki tiki, yani uningdiki suratlarga qaravatima. Aftahul baba ya ustaz. Ustaz, eshikni ochamanmi? Yakadul jarasu yarinnu. Qo'ng'iroq chelinmayla deb qoldi. Nimada? Yakad, kada yakadu shundami? Al-jarasu uning nimasi? Ismisi. Yarinnu xavri. Xavri nima keldigan? Fil mudori keldigan-ku. Ma'nosi qo'ng'iroq chelinmayla deb qoldi. Yoki qo'ng'iroq chelishga oz qoldi. La taftah al-baba al-an. Eshikni hozir ochma. Diyalog tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashqlarni bir qur ishlab ko'raylik. Tamarin. At-tamrin al-awwal. Birinchi ko'nikma. Sahih mayli tuyandikilarni to'g'rilang. Ya'ni mazmun jihatda bu dialogning mazmunini asos qilgan bo'lg'achqa, biz dialogni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin an birinchisini ishlaymiz. Ikkinchi ko'nikma. Iqro mayli tuyandikilarni o'qing deyotdi. Demakchi o'g'ini bizni talab qilmoqchi o'g'ini ikkinchi ko'nikmaninki bulusiz buyruq bilni yasab chiqarish ahvolini o'rgatmoqchi. Masalan, bulusiz buyruq bil mundaq yasaladi. Tazhabu fil mudori ikkinchi shaxs arlik birlikdan oldiga lani kelib oxirini sakin qilsak, nima yasaladi? Bulusiz buyruq bil, ya'ni la tazhab. Taktubu la taktub, tashrabu la tashrab. Endi shu bulusiz buyruq bil asos qilgansa, tendagi misollarni o'qib chiqamiz. Biz bir misolni o'qiylik. Ya Musa, anta maridun. لا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. هاي موسى sen ağrık. Şonlaşqa faladaki fa şonlaşqa degan ifodlaydi. Şonlaşqa uydan chiqma, maktabga borma, ko'chidimi o'ynama. Yuqoridagi jumladagi uchli fe'l la takhruj, la tazhab, la tal'ab hammasini bulusiz buyruq bil. Am tuandagi misollarning hammasiga bulusiz buyruqlarga diqqat qilaylik. Bulusiz buyruqlar oxirisi qanday bo'ldi? Sakin o'qiladi. Qo'shib qo'ydigan bir gap, sakin o'qilgan fe'lning keyindagi ismini qo'shmoqchi bo'lsak so'zga, sakinni nimaga o'zgartirib, zirga o'zgartirib qo'shamiz, ha? Shu nuqtaga diqqat qilsanglar bo'ladi. 3-chi mashq. Adkhil lan-nahiya 'ala al-af'al al-atiya wadbit awakhiraha. Bulusiz buyruq bilning lasini tuandagi fillarga kirgizing va oxirini muqimdan, ya'ni qoidaga so'ra demakchi. Albatta,
Pilning ustiga bulusiz buyruq pilning las kirsa, o pil oxirisini nima qiladi? Sakin o'qildi-ku. Shuni nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Tadkhulu la tadkhul. Tasma'u la tasma'. Tanzilu la tanzil. Taqtulu la taqtul. Shu bo'yicha qolganlarini o'zgartirib chiqsak bo'ladi, ha? Ma'nosi nimaga o'zgaraydi? Qilma, atmaga o'zgaraydi. Shu nuqtaga diqqat qilaylik. 4-chi misol mashq ta'ammal mayli to'ndigilarni o'ylanib taqim deyapti. Endi men pil turlash darsligida deb o'tgan. Pilni turlagan vaqtimizda oxirisi pesh o'qiladigan pillar. Ikkilik ko'plik shaklda nun keladi, va bilan nun. Oxirisi sakin o'qiladigan pillar ikkilik ko'plik shaklda nun qanday qilmaydi, kammaydi. Masalan, idrib desak, idrib, idriba, idribu oxirisida nun kamidi shundami? Yadribu desak, yazribu, yazribani, yazribuna. Endi o'xshashlar bulusiz buyruq bilan oxir sakin o'qilg'achqa ikkilik va ko'plik shakllarida ikkilikning nuni va ko'plikning nuni qanday tushib ketadi. Masalan, la tazhab, la tazhab, la tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. Ikkilik ko'pliklarida nun qanday tushib ketadi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Ahmad la tazhab. Bu bizga oydin. Ya Maryamu la tazhabi ayollik shakli olgandan la tazhabi chiqdi shundaqmi? Endi buni ko'plik shakliga kelsak, ya ikhwan la tazhabu nun tushib ketdi-ku. Ayollikni ko'plik shakliga kelsak, ya akhwat la tazhabna. Ammo ayollik ko'plikning nuni mabni o'g'achqa qanday ketmaydi, tushib ketmaydi, ha? 5-chi misol. Tövendeki cümleni boş o'rnlarga oldiga la nahiya akilingan munosib fil mudorini qo'yish orqali to'liqlang. Demak, jo'g'ini bulusiz buyruq fil orqali qanaqalang to'liqlang deyotdi. Masalan, birinchi misolda ya Zaynab, i Zaynab la an-nafiza. Deyizini mang deb tushundami? Deyizini bunda qilmang. Qanday qilmaydi? Ochmaydi degandan keyin ya Zaynabu la tabtahi an-nafiza. Chunki filninki ayollik birlik shaklini chiqdi, taftahi shundaqo, la taftah, la taftaha, la taftahu, la tabtahi turlanadi. Ikkinchi misolda ya ayyuhan nasu la ash-shaytana. Ya ayyuhan nasu la tattabi'u ash-shaytana, la tattabi'u, asli tattabi'una. Bulus buyruq bo'lgach oxirida chiqib ketadi, nun tushib ketadi. Shu bo'yicha qolganlarini ishlasak bo'ladi, ha? 6-chi mashq ta'ammal mayl tuvandiklarini o'ylanib taqimdayotdi. Ya'ni la kelgusi zaman inkor uchunmi keladi. Bu vaqtda lani la nafiya deymiz. Bulusi buyruq uchun ishlatildi. Bu vaqtda nima deymiz? La nahiya deymiz. Ammo kelgusi zaman inkor uchun kelgan vaqtda oxirisi pesh o'qiladi. Bulusiz buyruq uchun kelgan vaqtda oxirisi nima o'qildi? Sakin o'qiladi. Masalan, misollari lima la ta'kulu ya akhi? Qarinchim nima qilmaysiz? Ala la tazhab ila al-mal'ab? Ala tazhab ila al-mal'ab? Maydonga bormamsiz degandek. An la nahiyaning misoli, ey akhi, ey qarindishim buni yemang, la ta'kul, la tazhab. Oxirisi nima o'qildi? Sakin o'qildi. Ma'ni jihatdanmi nafiya kelgusi zaman inkor qilib qilmaydi, etmaydi bo'lsa, bulusiz buyruq bil qilma, etma deganni ifodalaydi. 7-chi mashq tuvandikidan o'ylanib taqing. Shakllanish manda. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Huwa ya'kulu, ana ta'kulu, anta ta'kulu, ana akulu. Huwa ya'khuzu, anta ta'khuzu, ana akhuzu. Nimda? Yaktubu, yaktubu, taktubu, aktubu bo'laveradi. Ammo ahaza bilan akalash kisa ikkinchi shaxsda normal. Ammo birinchi shaxsda akulu o'sib ko'rsatilsa, bayat men so'zlab o'tgandek darasning jarayonida ikki hamza birikib qolg'achqa ikkisini birlashtirib talaffuzda so'zib o'qiladi. Tirnoqning keyingi tirnoq qarasanglarmi, ikki hamzani birlashtirib, bir hamzani so'zilganga tanqid qo'yibdi, ha? 8-chi misol tuvandagi jumlalarni o'ylanib baqing. Endi biz bir ikki jumla o'qib o'ylanib baqaylik qani. Fataha Zakariya al-bab va kana yakhruj. Zakariya ishni ochib, chiqib ketaylar deb qoldi. Biz darsning oldida so'zlagan kodining ishlatilinishi. Kodaning keynidan ism xabar keladi shundami? Xabari muzbil mudori keladi, ma'nosi
qilayla, itayla deb qoldi, oz qoldi degan ma'noda. Bu bir. Ikkinchi misolni o'qib boqaylik. Qala Usman lil mudir rafa'a Yusuf yadahu va kada yadribuni. Kada yadribuni. Osman mudirga mundaq dedi. Yusuf qo'lini ko'tarib, meni urg'uli tas qoldi. Kada yadribuni. Kada yadribuni. Meni urg'uli tasla qoldi. Ba'dam o'xshashlar xabarda nima keldi? Yadribuda pil keldi. Qolgan misollarni asosan shunga o'xshash. Masalan, 3-misolda inqalabat sayyaratu Hamid kada yamut. Hamidning mashinasi o'rilib, o'lgili tas qoldi. Kada yamut. O'lgili tas qoldi ma'noda. Asosan kadının ma'nosi tas qoldi, qil qoldi, az qoldi, qilaylar deb qoldi, bulaylar deb qoldi degan ma'nolarda tarjima qilsak bo'ladi, ha. 9-ko'nikma ta'ammal mayl. Tuandikilarni o'ylanib boqing. Ya'ni asosliqi bu mashqda bizga o'rgatmoqchi o'g'ini la kelgusi zamonni inkor qiladi. Ma hozirgi zamonni inkor qiladi. Ikki misolning farqi. Qaraylik. Ana la ashrabul qahva. Men qahva ichmayman. Ana ma ashrabul qahvata al-an. Men hozir qahva ichayotmayman. Ikkisining farqi. Nahnu la nal'abu kuratal qadam. Biz futbol o'ynamaymiz kelgusida. Nahnu ma nal'abu kuratal qadam al-an. Hozir biz futbol o'ynayotmaymiz. Huwa la yaqra'u suhuf. O gazet o'qimaydi. Huwa ma yaqra'u sahifata al-an. O hozir gazet o'qiyotmaydi. Mana asliy tilni qarasanglar, ma tukhallisul mudari'a lil hal. Ya'ni ma fil mudari'ni hozirgi zamonga xoslashtiradi. Hozirgi zamonni inkor qiladi. To'yib. Endi bugungi darsdagi yana bir so'zdagi siz qolgan mazmun grammatikning birisi fe'l ta'ajjub. Hayron qilish fe'li. Hayron qilish fe'lining shakli nima desanglar, oldin qadim so'zliqmi yo'qmi? Madin birisi keladi, af'ala shaklidagi fe'ldan birisi keladi, keyinidan nima keladi? Uni to'ldiruvchisi keladi. Masalan, har qanday fe'lninki af'ala shaklini aklimiz. Masalan, tawil degan bir sifat egiz shundami? Sag'ir degan bir sifat kichik, qasir degan bir sifat paka, kabir degan bir sifat nima? Cho'ng. Mushlarninki af'ala shakli qanday keladi? Tawilninki atwala, kabirninki akbara, sag'irninki asghara, qasirninki aqsara. Mush bo'yicha ta'ajjub fil shakllarni tuzak bo'ladi. Masalan, tuvandagi misolda Hamidun tawil, Hamid egiz. Ma atwala Hamidan. Hamid nima degan egiz? Ma af'ala shaklida ma atwala kelib, Hamidan to'ldiruvchi shaklda zora qilib keldi. Ikkinchi misolda shu. Hazihi sayyara jamila. Bu mashina chiroyli. Ma ajmala hazihi sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli? Uchinchi misolda huwa tawil, u egiz. Ma atwalahu, u nima degan egiz? Anta sag'ir, ma asgharaka, siz nima degan kichik. Ana bu shaklda fe'l ta'ajjubini hayronlik fe'li shakldan dusak bo'ladi. Endi bizga davatadi, tuandagi jumlalarni fe'l ta'ajjubni ishlatib yezib keladi. Masalan, ma jumlalarning o'zi sifatlangan. Masalan, birinchi jumlada unzur ila haulaitullahul judud. Bu yangi o'quvchilar qarang. Hum kathir, ular ko'p. Mush o'rindagi kasirni biz nimaga aylantiramiz? Fe'l ta'ajjubga aylantiramiz. Unda o'g'ani qana qilamiz? Ma aksarahum. Abashdagi humni to'ldiruvchi qayerga kelamiz shundami? Oldiga o'sha kasir deganda ma'af ala shaklidagi fe'l shakliga o'zgartiramiz. Kasrni ma'af ala shaklida bo'ldi. Ma aksara keyin jumla kelsak ma aksarahum. Bu birinchi jumla. Ikkinchi jumla unzur ila hazihi sayyara hiya jamila. Mamashlar qarang, u nimada chiroyli deganligi jamilaning o'rniga nima kelamiz? Ma af'al shaklida kelamiz. Ma ajmalaha. Hiya to'ldiruvchi qazna bo'ldi ha. Mush bo'yicha 3-4 misolni o'zimiz ishlab boqaylik, ha.